Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatining o'rilishiga tayyorlik qilyotidi. Hudson instituti 2025-yili 16-iyul kuni kommunizmdan keyingi Xitoy, Kompartiyadan keyingi Xitoy uchun tayyorlik qilish nomli bir dokladni e'lon qildi. Mazkur doklad Xitoy Kompartiya hokimiyatining ag'dirilish ehtimolligi va uning nimadan darak berdiganligi haqidagi ko'z qarash, muhokama, analiz va takliflarni asosiy mazmun qilgan bo'lib, u Xitoy Kompartiyasi hozir duch kelayotgan ichki va tashqi qiyinchiliklarga qartilgan strategik inkas shaklida o'tirg'a chiqarilgan. Xitoy hozir duch kelgan qiyin o'tganlar Xitoyning iqtisodiy jihatdagi chekinishi, Xitoy nufusining qiyrilishishi, uy-mulk bozori kasatlashishi, yoshlarning ig'ir darajadagi ishsizligi, siyosiy chiriklik va tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatdagi buzilishlar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mushundaq bir qator masalalar Hudson institutining harbiy ishlar, istixborot, iqtisod, kishilik huquq, o'tkinchi adolat va asosiy qonun bo'yicha hokimiyat boshqarish sohasidagi mutaxassislarning bir yerga jam bo'lib, Kompartiyadan keyingi Xitoy haqida muhokama yurgizishga turtki bo'lgan. Bu mutaxassislar tarixiy tahlil, strategiyalik oldin ko'rish va o'xshamagan sohalarga mos keladigan kasbiy iqtidor asosida Xitoy hokimiyati o'rilgandan keyin Xitoyda muqimlikni amalga oshirishning dastlabki tadbirlarini o'ttirg'a qo'yib, Xitoyning uningdan keyingi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar uchun zarur bo'lgan uzun muddatli tadbirlarni mo'ljallab chiqqan. G'arbdagilar hozirgacha Xitoy Kompartiya hokimiyatining o'rilishi mumkinmi degan masalada fikr yurgizib kelgan bo'lib, mazkur doklad Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin nima bo'ladiganligi ustida muhokama yurgizib, ham plan tuzib, bu yangi davrdagi xiris va fursatlarni to'g'ri bir taraf qilishga oid siyosiy takliflarni o'tirg'a chiqargan. Mazkur doklad jami 6 bobga bo'lingan bo'lib, ularning bir qismini Hudson institutining tadqiqotchilari tayyorlagan. Qolgan qismini bo'lsa, boshqa organlarga tava mutaxassislar tayyorlagan. Mazkur dokladning bosh muharrirligini Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Xitoy ishlar maslahatchisi Yu Mauchun o'z ustiga olgan. Tövəndə biz mazkur dokladning bir qismida bayon qilingan Xitoy Kompartiya hokimiyati yiqilgandan keyin qilishga tegishli ishlarni qisqacha bayon qilib o'tamiz. Birinchi, Amerikaning alohida harbiy kuchlari o'ynaydigan rollar. Abdur bu bobda 2-Dünya urushi jarayonida Amerika alohida harbiy kuchlari o'ynagan tarixiy rollarni eslab o'tib, Amerikaning shuningga o'xshash harbiy kuchlarining Kompartiya o'rilgandan keyin Xitoyni muqimlashtirish jihatda qanday rol o'ynashi kerakligi ustida muhokama yurgizgan. U tilga olgan ishlardan tuvandikilar bor. Yerlik hukumatlarga yordam qilish, xalqlik qurilmalarni qo'g'dash hamda yerlik amaldorlar bilan hamkorlashib, yangi hukumatlarning tinchlik yo'li bilan vujudga kelishiga yordam berish. Ikkinchi, biologiyalik qurol qurilmalarini yo'q qilish. Abdur bu qismda Xitoydagi biologiyalik qurol qurilmalarining tuzilish va o'rinlashtirilish ahvolini tahlil qilib, Xitoy xalq ozodlik armiyasining biologiyalik qurol tadqiqotlarining strategiyalik tahdidlarini yechib berdi. Hamda biologiyalik qurol tajribaxonalarini yo'q qilishning 3 xil tadbirini o'tirg'a qo'ydi. Birinchi, hamma joylardagi tajribaxonalarga birla vaqtda teng tutish qilish. Ikkinchi, biologiyalik qurol qurilmalarining atrofini qo'rshovga ilish. Uchinchi, cho'ng ko'lamlik vayronchilikdan saqlanish uchun xatarlik materiallarni bexatar holda ayirib chiqish va yo'qotish. Uchinchi, Xitoyning iqtisodiy qurilmalarini qaytadan qurib chiqish. Xitoyni sarmoya bilan qayta ta'minlab, qonunsiz qarzlarni bekor qilib, davlat egiligidagi korxonalarning mol-mulkini xususiylashtirib, iqtisodni markazlashtirish siyosatini amaldan qoldirib, shu orqali Xitoy iqtisodini tal-to'kis o'ngshash. Xitoy Kompartiya hokimiyatining siyosatlari iqtisodiy taraqqiyotning yoshirin kuchlarini zo'r darajada cheklamaga uchratgan bo'lib, iqtisodiy sistemani ozod qilish, davlatning gullanishi va Xitoy iqtisodini dunyo iqtisodining bir qismiga aylantirishda halqiliq rol o'ynaydi. 4. Xitoyning Amerikadagi mulkini to'nglatish. Amerikaning korxonalari va puhralarni Xitoydan qaytarib kelib, Amerikaning xalqiliq iqtisodiy organlaridagi Xitoy xodim va shirkatlarini tozalash kerak. Abdur
Dokladning bu qismida Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlik ilib borganda yuz beradigan xatarlarni o'tirg'a qo'yib, Xitoy kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin Xitoyning Amerikadagi mulkini unumli bir taraf qilishning strategiyalarini o'tirg'a qo'ygan. 5. Xalq ozodlik armiyasi, qurolliq saqchi qo'shinlari va xalq askarlarini tarqitib etish va qaytadan tashkillash. Abdur bu qismda Xitoyning yuqorqidek harbiy va saqchi qo'shinlarini amaldan qoldirish va kasbiylashtirish planlarini o'tirg'a qo'ygan. Davlat mudofaasi va cho'ng tabiiy ofatlardan saqlanishda foydalangudak bir kichikroq harbiy qo'shinni saqlab, siyosiy zulm yurgizish uchun qurilgan qo'shinlarni bekor qilishni taklif qilgan. Abdur xalqaro tinchlikni saqlash va olam bo'shlig'idan unumli foydalanishga tuhfa qo'sha oladigan bir Xitoy armiyasini barpo qilish g'oyasini o'tirg'a qo'ygan. 6. Xitoyning bexatarlik va josuslik organlarini bir taraf qilish. Abdur bu qismda Xitoyning davlat bexatarlik ministerligi va yerlik bexatarlik idoralarini parchalab bir taraf qilish tashabbuslarini o'tirg'a qo'ygan. Yevropada yuz bergan siyosiy o'zgarishlarning tajribalarini yakunlab, maxfiy saqchi torlarini bekor qilib, yangi hokimiyatga o'tish jarayonining ochiq-oshkora bo'lishiga kafolatlik qilish uchun saqchi hujjatlarini xalq ommasiga echib etishni taklif qilgan. Sharqi Turkiston va Uyg'urlar haqida deyilgan so'zlar. Mazkur dokladda Xitoydagi avtonom rayonlar va kishilik huquq degandek biror babga o'rin berilmagan. Ammo Hudson instituti diniy erkinlik markazining direktori Nina Shih xonim Sharqi Turkiston va Uyg'ur masalasi ustida ma'lum darajada to'xtalgan bo'lib, u ta'minlagan mazmun mazkur dokladning o'xshamagan yerlarda o'rin olgan. U degan so'zlarning asosiy mazmuni mundaq: Xitoy kompartiya hokimiyati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qartilgan jinoyatlarni sodir qildi. Buni Amerika hukumati va xalqaro jamoat e'tirof qildi. Xitoy hukumati chiroy to'nishga o'xshash ilg'or texnikalarni ishga silib, Uyg'urlar ustidan nazorat ilib berib, Uyg'urlar jamiyatida vahima paydo qilib, shu orqali Uyg'urlarni kontrol qildi. Bu Uyg'urlarning diniy va madaniyat kimligini yo'qotish yo'lida qo'llanilgan tadbirlarning bir qismi. Xitoy kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin Sharqi Turkiston va Uyg'urlar haqida tuvandagidek tadbirlar elinish kerak. 1. Xalqaroning aralashishi. Sharqi Turkistonga xalqaro tinchlikni saqlash qo'shuni va kuzatuvchilarni avatib, hukumatsiz kuchlar paydo qilish ehtimoli bo'lgan o'ch elish xarakterlik zo'ravonlik yoki ig'ir jazolardan Uyg'urlarni qo'g'dash. 2. Paketlarni o'ttirg'a chiqarish va yarashtirish. Xitoy kompartiya hokimiyatining Sharqi Turkistondagi jinoiy ishlarni hujjatlashtirish tadbirlarini qo'llanib, irqiy qirg'inchilik ko'lamini aniqlab chiqish va jinoyatchilarni jazolash. 3. İnson haqlarini qo'g'dash. Uyg'urlarning diniy va madaniy erkinligini asliga keltirib, ularning islomga e'tiqod qilish hamda til va an'anasini saqlab qilish huquqini kafolatga ega qilish. 4. Qayg'u alamning o'rnini to'ldirish sharoiti yaratib berish. Majburiy emgak to'lam to'litib, Uyg'ur jamiyatini qaytadan qurib chiqishga yordamlashib, tarixiy adolatsizliklarni to'g'ri bir taraf qilish. 5. Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan Xitoy kompartiya amaldorlariga xalqaro Magnitskiy qonuniga o'xshash xalqaro qonunlar bo'yicha jazo berib, adolatga kafolatlik qilish. 6. Bexatarlik apparatlarini to'g'ri bir taraf qilish. Xitoy kompartiya hokimiyati Uyg'ur diyorida keng ko'lamlik bexatarlik torlarini vujudga keltirgan bo'lib, ular Uyg'urlarni keng doirada nazorat qilish, jazo lagerlarini mangdirish va Uyg'ur madaniyatini yo'qotish ishlarini olib bordi. Xitoy kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin bu apparatlar parchalanishi, shu orqali yerlik huquq to'qinishlarini paydo qilib, Uyg'ur jamoatining bexatarligiga tahdid paydo qilishi mumkin. Shunlashqa bu apparatlarni to'g'ri bir taraf qilish intayin muhim. 7. Milliy zo'ravonlikning oldini olish. Xitoy kompartiya hokimiyati yiqilgandan keyin markaziy hukumat mavjudlikdan to'xtaydi. Shuning bilan Uyg'ur Xitoy o'rtasidagi milliy surkilish ig'irlashib, irqiy zo'ravonlik kuchaydi. Shunlashqa xalqaro jamoatning Uyg'ur diyoriga qaratgan nazoratini qo'llab, milliy to'qinish, ichki urush va siyosiy jazolarning oldini olish intayin muhim. Chet eldagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari qanday tayyorlik qilish kerak?
Hozir chet eldagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari Xitoy Kompartiya hokimiyatining chegara halqigan bostirishiga duch kelyotdi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur inson haqlari qurilishi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur Project Fondi va Uyg'ur Akademiyasiga o'xshash tashkilotlar Xitoyning jinoyatlarini xotirlab hujjatlashtirish, Xitoyning jinoyatlarini dunyoga pash qilish hamda Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin yetib keladigan yangi davrga tayyorlik qilish yo'lida tinimsiz tirishchanliklarni ko'rsatyotdi. Ularning kurash nishonlarining biri Xitoyni javobgarlikka tortish, Uyg'ur kimligini saqlab qolish va milliy mustaqillikni qo'lga keltirish. Bu Uyg'ur da'vosidagi yaxshi ahvollarning misolidir. Halbuki, chet eldagi Uyg'urlar hozir Xitoyning chegara halqigan bostirishiga duch kelyotdi. Diasporadagi Uyg'urlar orasida ig'ir darajadagi bo'linish mavjud bo'lib turibdi. Uyg'ur davosida iqtisodiy manba intayin cheklik bo'lyapti. Xalqaro jamoatning Uyg'ur davosini qo'llashi nihoyat ojiz bo'lyapti. Hatto xalqarodagi bir qism kishilar va muhim tashkilotlar Xitoyni qo'llash maydonida turibdi. Chet eldagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari mana shundaq sharoitda Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyingi yangi davrga yuzlanishga majbur. Undaqda bu ishni qanday qilib berish kerak? Biz chet eldagi barliq Uyg'ur qarindoshlar va Uyg'ur tashkilotlarini bu ish ustida o'ylanish va izlanishga chaqiramiz. Uyg'ur Project Fondi 2026-yili 9-oyda İstanbulda 20 leksiya 2026 faoliyatini o'tkazishni qaror qildi. Biz mushu fursatdan foydalanib, chet eldagi Uyg'ur ziyoli qarindoshlarni muhojiratdagi Uyg'urlar Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyingi davrga qanday tayyorlik qilish kerak degan tema ustida hozirdan boshlab izlanib, maqola tayyorlab, uni İstanbulda 20 leksiya 2026 faoliyatiga sunishga hamda uni ashu faoliyatda o'z qarashlarini o'rtoqlashishga chaqiramiz.